Shoshilinch tezkor xabar. O'zbek xalqi uzoq kutgan kunlar keldi. Oylik maoshlar 20% ga oshiriladi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. Tezkor yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, videomiz ostida bir dona like va podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Maktabgacha va maktab ta'limi sohasidagi xodimlar ko'p yillik xizmat uchun rag'batlantiriladi. Maktabgacha va maktab ta'limi sohasida boshqaruv tizimi samaradorligini oshirishning qo'shimcha chora-tadbirlari to'g'risidagi Prezident farmoni qabul qilindi. Farmonga ko'ra, Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, uning tizimidagi agentlik hamda markazlar, hududiy va tuman, shahar bo'linmalari xodimlarining ko'p yillik xizmati uchun rag'batlantirish tizimi joriy etiladi. 2025-yil 1-sentyabrdan umumiy o'rta ta'lim tashkilotlari direktori lavozimining bazaviy tarif stavkasi 20% ga, umumiy o'rta ta'lim tashkilotlari direktori o'rinbosarlari lavozimining bazaviy tarif stavkasi 15% ga oshiriladi deyiladi xabarda.